Navoiyni yo Zahiriddin Muhammad Bobur haqiga har qancha so'zlasak, adoga bormaydi. Yana bizlarga bir yozgan kitobi ming yillar naslımizga yetadi. Bizlar buni eslab o'tamiz. Ya'ni yilda bir defa yo oyda bir defa bo'lishi mumkin. Lekin men hammadan oldin she'rimni bir parcha she'r Hazrati Navoiy yo bilimdonlarimiz haqiga yozganman. Uni o'qimasdan oldin ilgarki yo oldingi yilga sinoviga, imtihon yo konkurs sinoviga men ba'zi joylarga borib kampaniya qildik yo shu o'zbek tili haqiga so'zladik. Qaysi bir kishiga yo bir yigitga 12-sinfdan farog'at hosil qilgan edi, aytdim mana shu tilni tanlagan konkurs sinoviga. Men o'qiy olmayman dedi. O'zbekini dedi. O'qiy olmayman. Xo'sh, shu til nima tildi? O'zbek tili. Onam tili. Vaqt sen ona tilingni o'qiy olmasang, boshqa tilda qanday o'qiysan? Har holda Navoiyni tilini o'qimasa, eslamasa, eslab turgan yigitlar bor, chaqmon yigitlar. Navoiyni sevadi, Boburni sevadi. Har holda meni ham she'rimni boshlayman. Navoiydan esladim. Turki o'zbek faxri bo'lgan qadrdondan esladim. Turki o'zbek faxri bo'lgan qadrdondan esladim. U Zahiriddin Bobur nuqtadondan esladim. Keng jahonning turklari oldiga qilgay iftixor. So'z kalomu Navoiy bilarmondan esladim. Kecha kunduz horimay yozdi tilimga ko'p asar. Kecha kunduz horimay yozdi tilimga ko'p asar. Menga qarzdir ushbu kun u mehribondan esladim. Balxu, Herotu, Buxoro ham Samarqand ko'kragi. Balxu, Herotu, Buxoro ham Samarqand ko'kragi. Boyqaro, Timur, Ulug'bek, Shohjahondan esladim. Tavsifizni qancha qilsam ta'rifiz bo'lmas xalos. Til uchun doim kurashgan Ko'ragondan esladim. Ostona yozdi bir ozcha bobolardan yod etib. Ona til o'zbek tilimni asragondan esladim. Ona til o'zbek tilimni asragondan esladim. Rahmat.